Assalomu alaykum. Ana shu kulishni bilmaydigan odam ham kulvoradigan ishlar bo'lyapti bu yerda. Kecha hokim yordamchisi bir ikkita shaxs keldida, ijarada turarkansiz, 3 ta farzandingiz bor ekan, bitta o'zingiz oilangiz yasharkansiz, boshqa hech kimingiz yo'q ekan podleskada. Bitta homiy toping, kafil toping dedi. Xullas 17% ga kredit beramiz dedi, o'zingiz tiklab oling dedi. Men 1 million so'm oylikka ishlasam, oddiy misol, hisob kitob qilinglar, 3 ta bolam bor. Ijarada turaman, alhamdulillah. Ijarada turaman, qaranglar. 17% dan kredit to'lasam, menga yordam bergan bo'ladimi davlat, yo men davlatga yordam bergan bo'lib qolamanmi? O'shanim miyam qizib ketyapti kechadan beri. Alhamdulillah. Alloh yaxshilikni bersin, qaranglar.